Xullas akalar, biz motorni yechib oldik. Mana akalar ko'rib turibsizlar, biz motorni yechib oldik. Bag'i ichlari ancha yaxshi. Lonjironlari men cho'chigandim. Yo, baquvvat ekan. Temirlari вообще baquvvat. Haqiqiy tank akalar. Men shularni chirib qolmagan bo'lsa dedim, yo yaxshi chirib qolmagan ekan, tiniq turibdi. Ko'rgan bo'lsalaring 3-4 kishi tepalariga chiqib oldik. Men o'yladim, ma'betlari pacha bo'lib ketsa kerak dedim. Yo'q, hamma yo'q baquvvat turibdi, hech narsa qilmadi. Motor chiqarganda yordam bergan ukalarga alohida rahmat aytaman. Bitta telefon qildim, bo'ldi aka, gap yo'q deb kelib qarashib. Hop, endi motorni ko'ring-da. Motorni qarang, kattaligini, haqiqiy tankda motor ekan. 300 kilo chiqsa kerak deb o'yladik, bilmadim, lekin chiqarib oldik. Eng qiziq joylari kelyapti. Kuzatib borib, bizni poddeshka qilib turinglar. Poddeshka qilgan hammaga alohida rahmat aytaman. Endi buni tozalab, hamma yo'g'ini kraskaga tayyorlaymiz. Mayda ish ko'p, batta vaqt, mehnat, o'ziga yarasha finans tomonlari bor. Bo'lgan jarayonlarni olib sizlarga ko'rsatishda davom etamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hammaga omad.